Yo, what's up guys? Sizlarga Sho'rxon. Biz Artcraft serverda bir o'rgataman. O'tgan videoda, ya'ni kuchayma videosida o'rgata olmadim, chunki setting qilmadim. Mana endi setting qilib oldim. Endi bir o'rgataman. Hozir birinchisiga trap ichiga nima qilib olasizlar, hozir trap bo'lsin. Men bu ko'rmas o'yinchi trap qilsa, bo'ldi. Trap qildingiz-a? Trap qildi. Shu yerda ping bo'ladi. Sevgancha olasizlar. Menga shu uzr so'rayman. O'tirib turib, sakrab turib o'tgan videoda o'tirdim. Endi faqat o'tirib turib zarba beringlar, chunki unda zarba berishi ehtimoli kamayadi. Faqat bu nima beravermaydi. Unda ham sakrab turib beravermaydi. Unda ham sal kamchilik bo'lishi mumkin. Sizlar aniq zarba bera olmaysizlar. Masalan, hozir men bu o'yinchini sinab ko'rsak, mana bu yoqda tepaga uchib ketaverasizlar. Agar trap ichida bo'lsanglar. Trapda qanaqa to'pa qilishni o'rgatyapman hozir. Mana ko'ryapsizlarmi? Aql o'tib endi 2ga 1 chiqishyapganda katta mana bu xo'r sevaringlar. Shunda sizlarga yordam bermaydi. Nega bo'lmayapmiz? Ammo o'yinchiga ham rahm shafqat qilmayapti. Lemanga Enderman var kerakda. Inshaalloh. Yo'q, hech qayda. Enderman bayerda narsani o'chirib qo'yish kerak. Endi desam o'tadi. Qotmaydi bu. Yo'q, ishlamayapti. Ammo o'yinchi nimadir ko'zimga g'alati ko'rinyapti. Zashti 2 sekmi? Yaxshi. Yo'q. Biz qaysi birga uray? 2ga 1 chiqyapsan deydi. Yo'q, o'z tadini ushlab ketadi. Tepadan sakramay o'l. Mana shunaqalardan qutulish yo'lini topaman. Amroni beryaptimi deb. Mana shunaqalardan qutulish yo'lini nima qilib yuribman. Izlab yuribman. Pastga borish kerak. Invis kam, rost tinch qo'ymayapti hech kim mana shu invis. Akademiyani ham o'ldirdi adashmasam. Akademiya o'ldi o'zi. Bechara bala. Bo'ldi, o'lding. Bala. Kelinglar, tushib qolinglar, hop qolinglar. Meni urmaydimi hech kim? Kelinglar, tushib qolinglar, hop qolinglar. Menga agent kerakda, agent tushsa-yu. Mayli. Set odamdan qadrli emas. Shuning uchun biz uni o'qitib sakraymiz. Imperator-ku bu. Meni o'ldirgani uchun hal javob beradi. O'ldirmadi, o'ldirishga harakat qilganda 2ga 1 chiqdi. Shuning uchun hal javob beradi. Shuning uchun pastga sakraymiz-da. Bala, loot yo'q. O'ldirmani imperatorni.
originalni ham o'ldirish kerak. Mustahkam himoya tushdi. Ajoyib-ku. Endi men qanaqa spawnga borishni o'ylashim kerak. Har joyda unaqana o'ldirmasa bo'ldi. Qana spawn neymi? Spawn. Bo'ldi. Bu hozir damage olmaydi-ku, zarar olmaydigan. Lekin hozir zarar olsam, umuman hisoblanmaydi. Sanoq ketaveradi. Teleport bo'laveraman. Xo'p, menda nima balo ham tushmadi. Hech narsa tushmadi. Nega bunchalar omadsizman? Hech bo'lmasa charka tushsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, mana shunday qilib to'polishni o'rgatdim. Faqat nima qilmaylar. Faqat motor zarba beringlar. Shunday, o'shani. O'shanda sizlar osmonga uchib ketmaysizlar. Agar bunday qilib zarba beraversanglar, osmonga uchib ketaverasizlar. Bu trapdan chiqishingizga sabab bo'ladi. Agar shunaqa qilmoqchi bo'lsanglar-da. Bro, endi oldim mana. Endi set oldim. Set olganimda hamma mashtaqa qiladi. Setim yo'q paytda hamma keladi, lekin setim bor paytda hech kim kelmaydi. Mana hech narsa kerak emas mayda. Mahset olgan kunim bularda ham set bo'ladi. Mana set yo'q kunim bularda ham set bo'ladi. Hammaga xayr, sizlar bilan Sho'rxo'y bo'ldi. Ko'rishguncha, bye bye.